Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana biz bugun navbatdagi ishlarimizni montaj jarayonini yakunladik. Xonadon egasiga chiroyli holatda topshirdik azizlar. Ishimizni ko'rib bir baho berasizlar. Bu joyimizga Zolotoy Akfana Zolotoydan yo'diviy bir qavat oyna qo'yganmiz. Pastga doğru oynay bo'lgan. Xo'p, bu ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga ustunovka qilganmiz azizlar. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 2025-yilda Akfa narxlari qanaqa bo'lyapti? Shu joyimizga Akfani qanaqa materialdan foydalanganmiz? Video davomida tushuntirib yoritib borishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha kuzatib, yoqqan bo'lsa bitta like bosib, chiroyli kommentariya yozib qo'yish albatta esdan chiqmasin. Bu videoda shunaqa old ayvonga rom qildiraman, Akfa qildiraman deb yurgan tanishlarga yuborib qo'yishim albatta esdan chiqmasin. Xo'p, bu joyimiz общий uzunligi 14,5 metr, kvadratlariga 40 kvadrat, bo'yiga 270 bo'yiga. Xo'p, pastga doğru aynay bo'lgan. Agar shu joyimizda 80 sm alkafon qilib ko'tarib bering desa, albatta ko'tarib beramiz, zakasiga qarab albatta. Xo'p, ochilish romlarimizda har bir oraliqdan bittadan ochilishi bo'lgan. Romlarimiz ham pastga doğru splashnoy ochiladigan bo'lgan. Xo'p. Bu joyimizga ikki qanotli eshik tushgan. Eshigimizning bo'yi 3,45, eniga 1,70 sm, 1,7 sm. Eshiklarimizni ham ruchka zamburlarni yaxshisidan foydalanganmiz. Ustunlarimizni ham choksiz ulaganmiz, ankafonda. Choksiz. Oldi ko'rinishi albatta oldi ko'rinishi o'ralib ketadi, bir xil bo'lib. Bu joyimiz общий 40 kvadrat. Kvadratiga 550 ming so'mdan tushgan 22 million so'mga shu joyimiz tayyor bo'ldi azizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Rustamjon kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yish albatta esdan chiqmasin.